Assalomu alaykum, hurmatli insonlar, birodarlar. Mana Embayonga kelgandik. Mashinalar narxini so'rasak, qimmat. Xullas, ular ochko uchun ishlar ekanda. Mashinaning ahvollarini qaranglar. Qo'yib qo'ygan. Mana ahvol. So'rasang bir bola pul. Mana Nexia'lar. Bir ahvolli mashinalar mana. Mana ahvolni ko'ringlar. Mana bosh to'lovsiz Nexia ekan, lekin bu mashina to'kilib bo'lgan. Xullas, ular ochko uchun ishlar ekanda. Mana ko'ringlar. Internetga chiqarganlari hammasi bulardagi o'yin ekanda, o'yin. Kelib ovora bo'lib yurmanglar. Bularni sotayotgan mashinalari ham bir tiyinga qimmat. O'sha bular charcha bo'lgan. Yaxshi mashinalarni esa naqdga sotishyapti. Hozir mana yaxshi mashinalarni ham ko'rsatamiz. Gazi ham yo'q, benzinda ekan. Mana. Mana bevahidi. Narxini eshitsak qochib ketasiz. Naqdga 31 ming ekan, naqdga. Mana Arlonda degani bor ekan. Mana Xitoyda mana Damasiga o'xshagan. Chang yo'q, bu nima u? Bartavoy. Xullas kelib ovora bo'lib yurmanglar. Mana yana bir marta Embayon. Ko'zlaring bilan ko'ringlar, mashinalarini ko'rsatdim. Yaxshi mashinasi yo'q. Ovora bo'lib yurmanglar. Yaxshi mashinalar yo'q. Mana o'zimizning mashina mana. 1000 marta bularning mashinasidan zo'r.